Hozir siz eshitadigan hikmat umringiz davomida eshitganlaringiz orasida eng zo'ri bo'lishi mumkin. Bir talaba ilm istab yo'lga chiqdi va bir shayxini huzurida uzoq yil xizmat qilibdi. Shu vaqt oralig'ida 4000 ga yaqin hikmat o'rganibdi. Ilmi ma'lum bir darajaga yetgach, izn so'rab ketmoqchi bo'lganida ustoz aytibdiki, "Istaysam men senga bir hikmat o'rgataman." Shu paytgacha o'rgangan 4000 tani hammasini tarozida bosib ketadi. Albatta, o'rgating ustoz degan aytgan ekanki, tasavvur qil, bir cho'ponni huzuriga bording. Uni iti birdaniga kelib senga yopishdi. Sen it bilan talashadigan bo'lsang, u yog'ingdan tishlaydi, bu yog'ingdan tishlaydi, it bilan teng kelganing qoladi xolos. Lekin cho'ponga yuzlansang, u bitta ishora bilan itni jim qilishi mumkin. Sen bolam, bu hayotda Alloh taoloning yerdagi itlari bilan talashib tortishma. Butun diqqatingni cho'ponga, ya'ni Xudoy taologa qaratgin. Unga yuzdan jami boshingga kelajak sinovlarni, senga yopishajak itlarni tek qo'yadi.